Leksimiz davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşım. Amerika armiyası Cenubi Dengiz'e bombardımançı aeroplan evetti. Cungo Devlet Müdafiə Ministerleri bayanat ilan kıldı. Mavzulu haber 6. ayının 9. gün Hönvitor bitidi ilan kılın. Haber mundak başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Müdafiə Ministerligi bu hafta 2017 yıllık harbiy işler dokulatı ilan kılıp mundak görsetdi. Cungo körsetmelik halda harbiy kuchni taraqqiy qildirib, qurolliq kuch va majburlash vositalari orqali egilik huquq tashabbusini yo'lga qo'ymoqda. Beşburcaklik bino mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi harbiy kuchni o'zliksiz tartibga solib, o'rinlashtirib, urush qilish usulini tartibga solib, jumladan Janubiy Jungo dengiziga bombardimonchi aeroplan avatib, məşq qatnaşdırıb Cungo'nun xarıslarına taqabıl turdu. 2000 yılı Amerika Qoşmuş Ştatları Devlet Müdafiəsi hüquq beriş qanun layihəsində mındaq belgilenген. Devlet Müdafiə Ministerligi her yılda Devlet Meclisi'ne Cungo'nun harbiy işleri toğrusida bir parça dokulat tapşırıp, bir yıl içindeki harbiy kuch ve yeni taraqqiyotlar ve bexatarlik siyosatining ahvoli to'g'risida tushuncha berishi, o'xshashda Amerika Jungo ikki davlat armiyasining munosabatlari taraqqiyoti to'g'risida baho berishi lozim. Bu yıl tayyorlangan Jungo'nun harbiy ishlar to'g'risidagi dokulatida Jungo armiyasining Janubiy Jungo dengizida talaş tartış buluvatkan rayonlarda harbiyleştiriş elip barğanlığı bayan kılındı. Hem de Afrika devleti Djibouti harbiy bazı kurgandan keyin başka devletlerde mi yani şundaq harbiy bazı kuruş, harbiy işler əslahələştiriş manzarasının mümkünlüğü bayan kılındı. Jungo Djibouti degan yerde devlette Afrika'da harbiy bazı kurgandan keyin başka devletlerde harbiy bazı kuruşu mümkün degan manzara bayan kılındı. Amerika Qoşmuş Ştatları Beşburcaklik binanın dokulatında değil. Dokulatda mundaq ko'rsatildi. Jungo armiyasi maxsus Amerika armiyasining harbiy kuchini ishga solish, urush qilish iqtidorini cheklaydigan, iqtidorini davomli taraqqiy qildirishga kirishdi. Cümleden Amerika armiyasının texniklik kuchini ojizlashtirishni maqsad qilgan harbiy kuchni zo'r ko'lamda taraqqiy qildirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Demak, Xitoy armiyasi hozirgi kunda Amerikaning texniklik harbiy kuchini ojizlashtirish va uning to'sqinlik paydo qilgan texnika taraqqiy qildirishga kirishib ketdi shu kunda deydi. Amerika Jungo ikki davlat armiyalari munosabati to'xtab qoldi. Amerika Jungo armiyaları münasebeti dokulatda mındaq ko'rsatildi. Amerika armiyasi o'zaro manfaat yetkazishni asos qilib, Jungo armiyasi bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirmoqchi bo'lgan. To'qinish xatirini tizginlash va tuvallatish, Jungoning harbiy ishlar va bexatarlik siyosatini ochiqlashtirishga ilhom berish. Qatorliqlar. Lekin avvalgi yillardagi ahvollarga o'xshamaydigan bir tarafi shu bo'ldiki, bu yillik harbiy ishlar dokulatida Beşburcaklik bino 2017 yillik Amerika Jungo armiyalari harbiy ishlar almashtirish turlari butunlay degidek belgilanmagan turlar bo'lib chiqdi. Bu nokta ikki davlat armiyasining strategik ishonch kamligining darajasini texmo cho'nqurlashtirganligini ko'rsatdi. Bu nokta ikki davlat armiyasining o'tirisidagi strategik ishonchning darajasining texmo cho'nqurlashganligini, ya darajasining texmo ishonch darajasining ishonchsizlikning texmo cho'nqurlashganligini ko'rsatdi. Demakchi bo'ldi, Amerika bilan armiyasi bilan Jungo armiyasi o'tirisida devletler ara shunaq munosabat bo'ladi deydi. Biz endi qaraymizki deydi, bu ishlar endi hozir shu turlar bo'yicha to'xtab qoldi deydi. 2017 yillik Amerika Jungo armiyalari harbiy ishlar almashtirish turlari butunlay degidek belgilanmagan turlar bo'lib chiqdi. Demak, planda bor,
almashtıramiz degan, lekin endi hozir belgilenmegen, muqimlashmagan türler bo'lib qoldi deydi. Bu nokta ikki davlat armiyasining strategik ishonch kamligining, o'zaro ishonchning kamligining qanchalik cho'nqurlashganligini ko'rsatib deydi. Ben baştan ahir bu noktanı düşünmeydim, ben üzem hayran kalatdım. Bu kişilik hukukandın Amerika-Cungu münasebetlerinde bazı jirikliş bu alet tüm iki devlet armiyeleri özara münasebetini saklap gelirken bu nime işti dep oylaydım. Vatandaşım enlikte karısınız bir devletin harbiy siyaseti, mesela harbiy siyaseti degende harbiy işler nime işletishi mümkün. Qayerden bir manevra qilishi mümkün. Harbiy ishlar bexatarlik siyosatini qanday qilish mumkin? Bu masala ochiq bo'lish kerak degan noktada Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy taraf Jungoning harbiy taraf bilan shunday munosabatlarni davomlashtirib keldi deyli. Bir kun sovib, bir kun qizib kelgan edi bu oraliqda. Demak, endi ma 2017-yillik 5 burjaklik binoning yillik doklati, harbiy ishlar doklatida bu turlar garchi bo'lsa hozir ketib qoldi, to'xtab qoldi deydi. Demek Amerika armiyasi bilan Jungo armiyasining o'zaro munosabatlari to'xtab qoldi. Chunki ikki davlat armiyasi o'rtasida ishonch kam bo'ldi, strategik ishonch kam bo'ldi. Bu kamlik texmi cho'nqurlashib ketdi deydi.